yangi O'zbekistonning milliy armiyasida shoirlar ham safdoshdir ta'lim tarbiyasida. Ya'ni har bir ijodkor, har yozuvchi yo adib sardor bo'lmog'i kerak bilimdon va botartib. Har jangovar askarning biz ham tengdoshlarimiz, qalamla qurollangan qirolli kuchlarimiz. Kim Temurxon boboning qudratini bilmagan, bobo orzu qilgan lek xayoliga kelmagan. Kimki shubha qilgaydir dovrug'i kamoliga, Temurbeklar maktabi javobdir savoliga. Inchunin har bir zobit, har sipoh, har bayroqdir kechgan shonli janglardan bo'lmog'i shart xabardor. Millat xoki poylarin tavof qilsa arziydi, zafarnoma yaratmish Mavlono Ali Yazdiy. Davlati poydorlikning mangu guvohnomasi zafarnoma emas, bu buyuk xalq shohnomasi. O'pkil ey Yevropa, sen barmoq uzuklaridan hanuz saboq olgaysan Temur tuzuklaridan. Butun olam ahliga harbiy nomamdir mening, jangnomam, kurashnomam, Bobirnomamdir mening. Vatan jon va tandir, jon vatan, jon va tandir. Vatanparvar insonlar jon chekib jon tikkandir. Iyolu vatan uzra to joni bor deb aytgan. Kishi harb etar toki imkoni bor deb aytgan. Navoiy bobomizdan timsol keltirsam agar, necha ming ko'ngillarni uyg'otmog'i muqarrar. Har shoir, har askarga qat'iyat, shiddat kerak, azmu shijoat kerak, ilmu ma'rifat kerak. Bunda har on asqotar aqlu fahmu farosat, dunyoviy bilimlar ham matonat va sadoqat. Bu qanday dilbar diyor, dil diyor, dildor diyor. Askarlari ham bedor, shoirlari ham bedor. Ammo olam avzoyi kecha kunduz talotum boisin aytolmagay biror alp yo aflotun. Fitrat domla aytganday, dunyo kurash maydoni, bir tomoni toshqinlar, yong'indir bir tomoni. Dunyoning dunyolikka qolmaganday holi ham, qirg'in barot urushlar davom etar hali ham. 37 million xalq, 37 million qalb. Qalbim, sen ham shu safda hushyor bo'lgil, uyg'on. Toki xafu xatar bor shudir temir tarbiya. Har birimiz posponmiz, har birimiz armiya. Xalqu vatan tashvishi barchaning teng ishidir. Bugun har bezovta qalb